Og'iz ham ochib oldik. Ana endi navbat kollagenga. Korobkasida ham qaranglar, ikkita dona qolib qolgan, hammasini O'zbekistonga chiqarib yuborganmiz. O'zi oddiy kunlarda ham kollagen muntazam ravishda ichamiz, lekin ro'za paytida даже ertalab va kechqurun 2 mahal ichamiz, chunki vitaminlar yetishmasligi boshlanadi, bular bizani to'yintirib beradi. Bismillah, shunaqangi mazali jirli variantda. Ta'mi ham mazali. Ko'p kollagenlarni icha olmaymiz, lekin buni mazza qilib ichamiz. Ko'p kollagenli parashok variantda bo'ladi, yutumi ham juda ham qiyin. Bu shunaqangi mazali konfet sifatida ham yeysizlar. Kollagen bilasizlarmi, nafaqat teriga, balki erta qarish oldini oladi, mushaklarga, soch to'kilishiga, tirnoqlar sinishini hammasini oldini oladi. Balkim nima edi? Gapim esimdan chiqib qoldi. Ichki tomondan bizani yosharishimizga katta yordam beradi. Bu jelli variantda bo'lib, homilador va emzirli ayollarga mumkin. Bemalol ichida 14 ta bo'ladi, yarim oyga yetadi. Постоянно ichib yursanglar, bomba natijalarni ko'rasizlar.